Avvalambor assalomu alaykum. Mana bugun Bilim va malakalar baholash agentligining huzuridagi ilmiy amaliy o'quv markazi tomonidan tashkil etilgan diagnostik test, ya'ni mock testga keldik. Biz ingliz tili fanidan bugun asosiy katta sifir, ya'ni multi-level imtihonimizda oldin bo'ladigan diagnostik testda o'zimizni qanday darajada tayyor ekanligimizni bilish maqsadida bugun mock test topshirdik. Hamma sharoitlar yaxshi, testlar yaxshi tuzilgan, yaxshi shakllantirilgan. Ingliz tilidan bo'lib o'tgan bu imtihonda hozirgina qatnashib chiqdim. Imtihon jarayonlari juda ham faol tarzda tashkillashtirilgan. Qatnashuvchilarga barcha sharoitlar yaratilgan. Imtihon jarayoni juda ham shaffof tarzda olib borildi. Bugun men multi-level mock imtihonni topshirdim. Bu ancha hayajonlarni yengish uchun harakat qildim, chunki haqiqatda bundan ko'ra jiddiyroq bo'ladi deb o'ylayman. Lekin hozirgisi ham yomon emas, ancha talablarga javob beradi. Endi xudo xolisa bo'ladigan may yoki keyingi sentyabr oyidagi multi-level imtihoniga tayyorgarlik jarayonini avjiga chiqaraman va xudo xolisa B2 yoki C1 daraja olib chiqish niyatidaman. Assalomu alaykum. Bugun biz ilmiy o'quv amaliy markazi tomonidan tashkil etilgan turk tilidan diagnostik testda qatnashdik. Diagnostik test juda ham shaffof shaklda hamda imtihonlarga juda ham yaqin va realniy shaklda olib borildi. Biz bu testda qatnashib o'z bilimimizni sinab ko'rdik va test juda ham bizga ma'qul keldi. Agentlikning xodimlariga keyingi ishlarida omad tilab qolamiz.